1 daqiqa ichida SNR strategiyasidan foydalanib bozorga to'g'ri kirishni o'rganamiz. Biz SNR strategiyasidan foydalanib analiz qilayotgan paytimiz har doim katta time frame dan boshlashimiz kerak. Narximizni eng ko'p reaksiya berayotgan nuqtalarni belgilab olamiz, ya'ni narxning kuchli maksimum va minimum. Aynan bizda D1 grafikda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Undan keyin men sirasi 1 soatlik grafikni ochaman va sizlarga ko'rsatib berish uchun istoriyadan belgilab olaman. Ya'ni narxga eng kuchli keyingi impuls boshlangan nuqta, aynan mana shu nuqta. Demak, bizda resistance buzilgan paytida qanday qilib tasdiq olamiz? Sirasi 5 minutlik grafikni ochaman. 5 minutlik grafikni ochib olganimdan keyin men switchni tasdiq bo'yicha pozitsiya qarashni boshlayman. Aynan bizda mana shu nuqtada mana engulfing pattern shakllandi. Engulfing patterndan keyin savdoga kiraman, stop loss yonidagi minimumga tegadi va take profitimiz boyagi belgilab olgan H1 dagi hayimizgacha olinadi. Ya'ni mana shunaqa ko'rinishda savdo bitimini ochishimiz mumkin. Eng yaxshi tasdiqlardan bittasi switchni tasdiq va qanaqadir modellar bo'lishi mumkin. WM Galava Play shunga o'xshash. Tradingda minuslaringizni kamaytirib, savdolaringizni yaxshilashga yordam beruvchi jurnalni qo'lga kiritish uchun kommentariyada jurnal so'zini yozib qoldiring.